Werner Karl Geisenberg 1901 yil 5-dekabrda Bavariya qirolligi Germaniya imperiyasida o'rta asr va zamonaviy yunon filologiyasi professori August Geisenberg va Myunchendagi Maximilian gimnaziyasi direktorining qizi Enne Wicklein oilasida tug'iladi. U oilada ikkinchi farzand bo'ladi. Werner Geisenberg 1910-yilda oilasi bilan Myunchenga ko'chib o'tadi va u yerda Werner maktabida o'qiydi. 1918-yilning bahorida uning o'qishi to'xtatilib, u va boshqa 18-16 yoshar bolalar fermerga yordamchi ishlarga jo'natiladi. Bu vaqtda Platon va Kantni o'qib, falsafaga jiddiy qiziqishni ko'rsatib qo'yadi. Birinchi jahon urushi tugagandan so'ng mamlakat va shahar noaniq vaziyatda tushib qoladi. Hokimiyat bir siyosiy guruhdan ikkinchisiga o'tib ketadi. 39-yil bahorida Geisenberg shaharga kirgan yangi Bavariya hukumati qo'shinlarga yordam berib, bir muddat xabarchi bo'lib xizmat qiladi. Ikkinchi jahon urushi yillarida u nemis yadroviy loyihasining yetakchi nazoratchisiga aylanadi. Fan falsafasiga oid bir qancha muhim asarlar yozadi. Germaniya Federativ Respublikasining xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlanadi. Geisenberg 1923-yil yozgi semestr uchun Myunchenga qaytib keladi. Bu vaqtga kelib, u gidrodinamikaning ba'zi fundamental muammolariga bag'ishlangan dissertatsiyani tayyorlaydi. Bu mavzu Sommerfeld tomonidan taklif qilingan bo'lib, u ko'proq klassik mavzu himoyasi osonlashtiradi deb hisoblaydi. Biroq fan nomzodi ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiyadan tashqari 3 ta fanni og'zaki imtihon topshirishi kerak bo'ladi. Geisenberg unchalik ahamiyat bermagan eksperimental fizikadagi sinov ayniqsa unga qiyinchilik tug'diradi. Natijada u professor Wilhelm Wienerning bitta ham savoliga javob bera olmaydi. Lekin Sommerfeldning sharofati tufayli unga darajani olish uchun yetarli bo'lgan eng past baho beriladi. 1925-yil bahorida Geisenberg Göttingenga qaytib ketadi va keyingi bir necha oy ichida birinchi kogerent kvant nazariyasini, matrica mexanikasini yaratishda hal qiluvchi muvaffaqiyatga erishadi. 1926-yil may oyida Geisenberg Daniyaga ko'chib o'tadi va o'z vazifalarini Kopengagen universitetida dotsent va Niels Bohrning yordamchisi sifatida boshlaydi. 32-yilda kvant mexanikasini yaratgani uchun fizika bo'yicha Nobel mukofotiga sazovor bo'ladi. 1930-yilda va 1940-yillarning boshlarida olim atom yadrosi nazariyasi, kosmik nurlar fizikasi, kvant maydon nazariyasi muammolari ustida samarali ishlaydi. 37-yil yanvar oyida Geisenberg Berlindagi iqtisod professorining qizi Elizabeth Schumacher ismli yosh qiz bilan uchrashadi va aprel oyida u bilan birga oila quradi. 1939-yildan Germaniyani yadro loyihasi faoliyatida uning rahbarliklarida bir sifatida qatnashadi va 1942-yilda Berlin universitetining fizika professori va Kaiser Wilhelm jamiyatining fizika instituti rahbari etib tayinlanadi. 53-yilda u Germaniyada ishlashni xohlovchi xorijiy olimlarning rahbarlashtirishga qaratilgan Alexander von Humboldt jamiyatining urushdan keyingi birinchi prezidenti bo'ladi. 1976-yil 1-fevralda Myunchendan vafot etadi.